سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى. Parvardigor iymon uchun o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Parvardigorim islom uchun o'zingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Yo Rabbi, Qur'on uchun o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Mol mulk, ahli ayol, bola chaqa, sog'lik, salomatlik, ofiyatlik uchun yo Rabbi o'zingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalili wajhika va li'azami sultonik. Ey Parvardigorim, seni yuzingni ulug'vorligi, saltanatini buyukligiga xos va mos bo'lgan hamd va sano bo'lsin. Parvardigor, ojizonalik bilan, erinishlik bilan, dangasalik bilan yo Rabbi bizlar qilyapmiz toat, ibodat. Bizlardan buni qabul aylagin. Xatolarimizni, nuqsonlarimizni afv aylagin. Parvardigor, biz bandalaring ojiz, gunohkor holatimizda sana marhamatingga mushtoqmiz. Agar sen rahm qilmasang bizni ahvolimiz tang. Yo Rabbi bizlarga o'zing rahm qilgin. Bizlarni mana shunday kunlarga musharraf qilding. Ramazon-i sharifga yetkizding. Ramazon-i sharifni ro'zalarini tutishlikka muvaffaq qilding. Ramazon-i sharifda yaxshilik qilishlik, ihson qilishlik, iftorlik qilishlik, sadaqat qilishlik, zakotlarni ado qilishlik vaqtlarga muyassar qilding. Yo Rabbi bizlarning gunohimizni kechirgin, ibodatlarimizni qabul aylagin. Parvardigor, Baytullohingga ixlos bilan, muhabbat bilan qadam ranjida qilib kelib turgan bu bandalaringga rahming kelsin. Parvardigor, bizlarni solih amallarimizdan, toat va ibodatlarimizdan, tilovatlarimizdan hosil bo'lgan savoblardan, barakotlardan yo Rabbi bizlardan mutaqaddim o'tgan jamiki payg'ambarimizdan boshlab, sahobalardan boshlab, tobiinlardan boshlab din islomda xizmat qilgan mutaqaddim jaddolarimizni ruhoniyatlarini manfaatdor aylagin. Yo Rabbi, bu Baytullohda xizmat qilib o'tgan hojilarimiz, Umonjon hojilarimiz bu kishini sa'y-harakatlari bilan bu masjidlarda bino bo'lishligida, bu mahalla ko'ydagi mo'min musulmonlar shijoatli, iymonli, diyonatli kishilarning sa'y-harakati bilan, boylarning saxovati bilan mana shunday go'zal bir masjid bino bo'lib, o'zingga ibodat qiladigan bir maskan bino bo'ldi. Yo Rabbi, bu Baytullohga xizmat qilgan, ozgina o'zi ham mehnat qilgan birodarlarimiz bor. Bugun oralarimizda o'tib ketganlari bor, bugun hayotlari bor. Yo Rabbi, o'tganlarini g'aniy rahmat, sho'isga jannat aylagin. Tiriklariga yo Rabbi sihatlik, salomatlik, uzoq umr, ko'p yillarda bu Baytullohda toat, ibodat qilishlik vaqtini muyassar aylagin. Parvardigor, orqamizda qoladigan avlodlarimizni ahli solih bo'lishligini nasib ayla. To'yki bizlar dunyodan o'tganimizda orqamizdan bizni yaxshilik bilan eslaydigan, bizni haqqimizga istig'for so'raydigan, duo qiladigan avlod zurriyotlarni bizlarga merosxo'r bo'lishligini yo Rabbi o'zingdan o'tinib so'raymiz. Bizni halol luqmalar bilan kamolga yetib borishligimizni, jamolingga musharraf bo'lishligimizlarga nasib aylagin. Haromdan bizlarni hazar qiluvchi yaqinli iymonni nasib aylagin. Yo Rabbi
kamchiliklar bo'lsa, unutishlik bo'lsa, sahv bo'lsa, ohangda yo qiroatda yoki oyatlarda o'rnini almashlikda yo Rabbi Sendan umid qilib fazlingni, marhamatingni so'raymizki, bizlardan mukammal qabul aylagin. Yo Rabbi, Qur'onni shafoatiga bizlarni o'zing musharraf aylagin. Yo Rabbi, bizlarga g'ayrat ber, bizlarga shijoat ber. To'yinki Ramazonning oxiriga senga muhabbat bilan, ixlos bilan, toat bilan ibodat qilishlik vaqtini, quvvatini bizlarga nasib eyle. İmanımızı mustahkam eylagin. Yo Rabbi, bizlarni Sendan so'raydigan hojatlarimiz bor. Sendan so'raydigan bir o'zimizni qalbimizni to'g'ridagi sirlar, asrorlarimiz bor. Sen hammasini ko'rib bilib turguvchi bo'lgan zotsan. Bizlarga so'raganimizni yaxshilarni nasib eylagin. Yomonlardan yo Rabbi o'zingdan panoh tilaymiz. Yomonlari bizni ko'zimizga, bizni qalbimizga yaxshi ko'rinsa-da, ammo dunyo va oxiratimizga bemanfaat bo'ladigan bo'lsa, unday so'rovlarni, unday tilaklarni, unday istaklarni muhabbatini bizni qalbimizdan ko'targin. Parvardigor, yurtimizni tinch ayla, osmonimizni musaffo aylagin, tinchligimiz, osoyishtaligimizni yo Rabbi jamiki mo'min musulmon diyorlariga qiyomatga nasib aylagin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.